Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu videoyimda kanalimdagi videolar haqida, mani videolarimdan foydalanib turgan odamlarga murojaat qilib chiqyapman. Ya'ni mani videolarim orqali siz yomon yo'lga foydalanmang. Ya'ni misol uchun bittasi o'zimdan so'rab qoldi, ya'ni target haqida. Targetni men bilib bilmay videosini tushuntiribman. Ya'ni u odam nima maqsadda foydalanay turganini bilmagan ekanman. Oldin mana uni yoqiladimi degan screenshot tashadi. Keyin ko'zim tushib qoldiki, ya'ni qimor reklamasini shu reklama qilib turgan ekan. U balani o'ziga aytdim, bunaqa ishingizni qilmang. Bu yo'lingizdan qayting. Yaxshi emas bu qimorni reklama qilish yoki boshqa targ'ibotlarini dedim. Baribir o'ziga olmadi. Shu holatga o'zim duch kelganim uchun, ya'ni mani videoyimni ko'rib turib u target yoqishni o'rganyapti-da, u mani videoyimdan o'zini nafsiga, o'zini yomon maqsadiga foydalanyapti. Men uni yaxshi niyatda chiqargan edim. Ya'ni videoni ham ichida aytib o'tganman. Shu biror bir mahsulotingiz bo'lsa sotiladigan, shuni shunaqa 59 sekundli video qilib target yoqib mahsulotingizni sotsangiz bo'ladi degan maqsadda men shunaqa video qilgan edim. Undan tashqari boshqa videolarimni ham o'zlaringni o'sha maqsadlaring to'g'ri yo'lda foydalaninglar, ya'ni shunday foydalaninglarki, menga shu sizlarda qilgan gunohlaring mani videoyim orqali menga qaytib kelmasin. Shuning uchun men shu video bilan hammaga murojaat qilyapman. Agar mabodo men videoyimni ko'rib turib, kimdir faxsh yo'lida yoki qimor yo'lida, xullas islomga to'g'ri kelmaydigan, umuman harom ishlar, umuman bo'lmag'ir holatlarda men qoralayman. Mani videoyimdan shu maqsadlarda foydalanmanglar. Agar mani videolarimdan yaxshi maqsadda foydalanadigan bo'lsalaring, sizlar ruxsat beraman. Agar yomonlik haqida bo'ladigan bo'lsa, men ruxsat bermayman, men rozi bo'lmayman. Oldindan shuni aytib o'tishim kerak. Demak, meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hozir men o'zi asli video olish niyatim yo'qdi, lekin shu holatga duch kelganim uchun shu videoni olyapman. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Ham iltimos, ham talab bu. Meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xudo xohlasa, keyingi videolarda o'sha telefondan kanal ochish, telefondan kanalni sozlash, YouTube haqida, undan tashqari telefon ilovalari haqida, yana iPhone telefon olganman. Faqat sizlar uchun olganman. U men asli iPhone ishlatmayman. U iPhone'da nima maqsadda, ya'ni shu Androidlarda Play Market bo'lsa, iPhone'da App Store deyiladi. O'shani ochishdi, keyin ichidagi sozlamalar hammasini bitta-bitta video qilib boraman. Xudo xohlasa, albatta bo'sh vaqtimda shu videolarda qilaman. Shu bilan videoni tugatamiz. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, kanalga obuna bo'linglar, fikrlaringni yozinglar. Undan tashqari kanalda ofitsiyanisida shu Telegram gruppani linkini qo'yaman. Bemalol kirib, maslahatlashib, YouTube haqida gaplashsalaring bo'ladi. Undan tashqari menga agar savollaring bo'lsa, bemalol Telegramdan video ham cho'zilib ketdi. Shu bilan videoni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.